Assalomu alaykum aziz obunachilar. O'zbekiston xalqi O'zbekistonda kuch ishlatar tizimlari 2019-yilda 244-modda bilan shunaqa bir inson bo'lgan, To'lqin Aslanov degan. Shu inson ko'p qamoqdagi odamlar, ko'p tashqaridagi odamlar, mana 15 sutkaga qamalganlar, ayollarning ro'moli, erkaklarning soqoli, mana shunaqa muammolarni bo'yicha ishlardilar. Endi huquq himoyachisiga o'xshagan ishlar qilib, haq-huquqlarni tushuntirib, qonunni yaxshi biladigan inson edilar. Bir sabab bo'ldi. Mana shu hozir Amerikadagi Rustam aka Karim bilan ikkalaligi diniy qo'mitaga borishganda, bularni diniy qo'mitaga kelib janjal qildi, to'paloq qildi deb 2019-yil qamoqqa yuborishgan. Mana shu To'lqin akani srok bergan, endi chiqishlariga ozgina qolgan edi. Endi bu insonni ko'plar biladi, qamoqdagilarning tilida raskrutka deydi. Shu insonni raskrutka qilishibdi. Shu xususida hozir ayblov xulosasini o'qib, keyin hukmini o'qib chiqdim. O'sha nima desa bo'ladi? 3-Renessans, yangi O'zbekiston degan narsadan asar ham qolmaganini, hali ham o'sha Karimov davridagi siyosiy qatag'onlar davom etayotganini ko'rdim men. Sabab desanglar, haligacha qamoqxonalarda 221-modda bilan raskrutka qilish hali ham bor ekan. U narsalarni yo'q bo'lib ketdi deb o'yladim. Bu siyosiy qatag'onni mexanizmlari qanaqa ishlaydi desangiz, mexanizmga kiradi bu. Mana shu 221, aynan 221 bilan mana shu diniy modda bilan qamalganlar yoki siyosiy modda bilan qamalganlarni qamoqxonadan chiqarmaydi. 20 yillab o'tirgan bolalar bor. O'zi boshida kirgan srogi 5 yil bo'lgan. Shu raskrutka qiladi, 221 bilan raskrutka qilib aylantirib qo'shib beraveradi. O'zi bugun arafa. Shundoq kunda nima desa bo'ladi? Xohlamadim bunaqa narsalar haqida gapirishni, lekin majbur gapiryapman. 2025-yil 5-iyun. Bugun arafa. Ozgina bo'lsa ham insof yo'qmi? Iymon degan narsa qolmadimi o'sha hukumatda o'tirgan odamlarda? Bu To'lqin aka bir nima desa bo'ladi? Ashaddiy jinoyatchi emas. Unaqa nima desa bo'ladi? Buni qilayotgan jinoyatchi bunga hozir 221 ni qo'yib raskrutka qo'ysalar, buni qamalib chiqqan bolalar, qamoqdagilar, bu jazoni ijro etish muassasadagi bo'lgan bolalar biladi 221 nimaligini. Xo'p, mana shu o'zini hukmi bo'yicha masalalarga ayblaringni topib beraman. Hozir agar tan olsalaring. Mana O'zbekiston xalqiga murojaat qilaman. Mana kimni qarindosh urug'i qamoqda bo'lgan bo'lsa juda yaxshi biladi. Qamoqxonada ichki tartib bo'ladi, rejim deydi uni. Rejimga hamma bo'ysunadi. Lekin bu odamni hozir tartib buzar qilib ko'rsatolsalar-da, lekin qilayotgan xatolaringni men hozir bitta sanab aytib beraman. Mana men degan yurist odam shundoq shu hukmni qo'liga oladi, sizlarni xatolaringni shunaqa chertib, tepib chiqarib beradi. 2025-yil may oyining 5-kuni jinoyat ishlari bo'yicha Kogon tuman sudi sud binosida ochiq sud majlisida sud raisi Q.I. Xolovning raisligida, sudya yordamchisi O. Soliyevaning kotibaligida, taraflar davlat ayblovchisi Kogon tuman prokurori yordamchisi Kenjayev, sudlanuvchi Aslanov To'lqin Toshmurodovich va uning himoyachisi advokat Jumayevalarning ishtirokida sudlanuvchi Aslanov To'lqin Toshmurodovichga oid 1-2501-2501-24 sonli jinoyat ishini ko'rib chiqdi. Endi jinoyatni nima deydi? Qilayotgan shaxs qarangda. Oldin Aslanov To'lqin desiz, bu insonni ko'plar gapirib boshida jim bo'lib qolishdi, mana jim bo'lib qolgandan keyin yana bilganini qilyapti-da bu hukumat. Bu haqida jim bo'lish kerak emas, bu haqida gapirish kerak. Insonlarga bildirish kerak. Aslanov To'lqin Toshmurodovich 1971-yilda tug'ilgan. 25 aprel Toshkent shahrida.
O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, ma'lumoti o'rta maxsus. Endi mana bu joyini yaxshilab qarang. Oilali 10 nafar farzandi bor. Tasavvur qilsanglar, 10 ta farzandli inson. 10 ta farzandi bor odam. Uni bolalarini kim boqadi degan buni kallani ishlatmaysanlar masalan. 18-10-2019-yil 2019-yil hukmiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-prim 1 moddasi bilan 3-qismini G bandi bilan 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Jinoyat kodeksi 72-moddasiga asosan tayinlangan jazo shartli deb hisoblanib 2 yil sinov muddati belgilangan. 2020-yil 27-noyabr kunidagi ajrimga asosan Toshkent shahar sudining 2019-yildagi hukmiga ko'ra tayinlangan 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosini shartliligi bekor qilinib, tayinlangan jazo ijroga qaratilgan. Jazoning 4 yil 2 oy 28 kuni o'talgan. Tasavvur qiling. Mana jazo beryapti. 4 yil 2 oy 28 kuni o'talgan. Qolgani 9 oy 2 kun qolgan, o'talmagan. Endi qarang, mana bu yozishni qarang. Sudlanuvchi Aslanov To'lqin Tashmurodovich muqaddam og'ir jinoyat sodir etganligi uchun, ya'ni jinoyat ishlari bo'yicha Xo'p. 244. Mana buni qarang. Kogon tumanida joylashgan 1-sonli umumiy tartibli jazoni ijro etish koloniyasida o'tash davrida muntazam ravishda nima deb yozgansanlar, o'zlaringdan bilmaysan, qarang. Muntazam ravishda ichki tartib qoidalarini buzib kelgan bo'lsa kerak. Menimcha bunaqa yozmagansanlar. Jazoni o'tash tartibini muntazam buzib kelib, unga nisbatan jazoni ijro etish koloniyasi boshlig'ining 13.02.2024-yildagi 11-sonli qaroriga asosan 6 kun muddatga intizomiy bo'linmaga kiritilgan. Endi tasavvur qilinglar mana. Tasavvur qiling. O'zi 5 yil anaqa beryapti. Qamoq beryapti-da. Undan 4 yil 2 oy 28 kun jim yurgan odam, jim yurmasa bundan oldingilarida ham ashaddiy buzuvchi bo'ladi-da. Jim yurib 9 oy 2 kun qolganda shunaqa to'polon qilar ekanlar. Kim ishonadi bu narsaga? Muntazam ravishda buzib kelyapti do'stlar. Muntazam ravishda buzsa, nimaga aynan 2024-yilda o'tgan yili boshlanyapti bu odamni? 9 oy qolganda boshlanyapti bu odamni. Nima desa bo'ladi? Intizomiy jazoga kiritilish. Ikkitidan qara, darrov yana. Birinchisi 13-fevralda bo'lsa, ikkinchisi 15-avgustda bo'lyapti. 15.08.2024-yildagi qarorga asosan 16 kun karserga tiqolsanlar. Aziz O'zbekiston xalqi, sizlardan bitta narsa iltimos qilaman. O'zingizlarni shaxsiy fikringizni bayon qilishga, shaxsiy o'zingizlarni nima deb o'ylaysizlar? Mana qamalib chiqqanlar yoki qamalganlar yoki bu sohani biladigan mayli huquqshunoslarmi, advokatlarmi, yuristlarmi, mana shu videoni tagida izoh qoldiringlar iltimos. Qanaqa qilib 5 yil surokka qamalgan odam 4 yil 2 oy 28 kun jim yuradida, qamoqxonada 9 oy qolganda mana shunaqa 1 yil ichida ketma-ketiga 6 oy 7 oy ichida 2 marta tartib buzarlik qilishi mumkin. Hech qanaqasiga bunaqa bo'lmaydi. Men misollar keltirib aytib beraman. Buni otini nima deydi desanglar, delasida tachkovka qilib qo'yadi. Mana odam kelganda delasi bo'ladi, tachkovka qilib qo'yadi. Esimmi, emadimi? Tachkovka qilib qo'yadi, mana shu odam chiqish kerak emas deydi. Aynan mana shu narsa siyosiy qatag'on bo'ladi. Aynan shu narsa qora spiska bo'ladi. Butun dunyoga chiqib jar so'yapti Shavkat Mirziyoyev. Qora spiskalar yo'q bo'ldi, qatag'onlar yo'q, qayerda yo'q bo'ladi. Karim davrida qanday bo'lsa shunday davom etyapti. Undan 5 battar bo'lyapti mana. Bu odam o'ldirmagan. 244 bilan qamalyapti. Bu odam ani begobotli odam, adashmasam. Bo'ylari kichkina, soqolli, do'ppida yuradigan odam, huquqshunos bu odam o'zi.
Bu odam unaqa ahmoq odam emas, 10ta bolasi bor odam. Bunaqa ishlarni oldin men ham qamoqda ko'rganman, kimlarni raskrutka qilganlarni. Men o'zim ham o'tirib chiqqanman, karserlarda, izolyatorlarda. Men bilaman salla qanaqa joy ustasanlar. Hammani tashqariga olib chiqib turib, Shimon deydi, narsalarini tekshiryapmiz. Aslida o'zi bizani ko'zimizdan oldida tekshirish kerak. Tashqariga chiqarib oladi, keyin chaqiradi. Palonchiyev kirdi. Kirsang yastig'ini tagida ana soqol oladigan britva yotgan bo'ladi. Nimaga piska yotibdi? Nima qilsan, meniki emas desiz. Voy, men buni yozib ber, bilasan baribir uramiz deydi. Shunaqa qilib qo'ygan. Bezirib, meni qo'l qo'yib yubor, bo'ldi, nima 3 sut ko'tarib chiqasan, bilasan o'zing deb qo'yadi. Nimani biladi? Nimani bilish kerak u? Chilonzorli Anvar aka bo'lardi. Anvar Mers deyishardi. Chilonzor mahallada turadiganlar biladi. Chilonzorli Anvar Mersi. Yoshi katta odam. Mana shu odamni men bilasizlarmi, necha marta raskrutka qilgan. Shunda Shimon bo'lsa yuragini ushab turardi. Qarab turgan hozir meni chaqiradi derdilar. Aytganida Palonchiyev Anvar derdi, Turkumga o'ting derdi. Bo'ldi, ketdim ukam derdi bechara. Katta odam, yoshi katta odam. Aptekalari bor, boshqa shu pulini olaman deb, u qilaman, bu qilaman deb mana shunaqa tachkovka qilib qo'yadi. Voy, qachon to'xtaydi bu narsalar? Baraka topkirlar. Voy, bugun Arafa, ertaga Qur'on hayit. Voy, biz musulmonmiz deysanlar. Voy, to'y hashamga borasan, ma'rakaga borasan, boshingni do'ppi kiysan, do'ppi kiymasang ham musulmonchilikni da'vo qilasanlar. Ertaga qo'rqmaysanlarmi? Qiyomat kuni qanaqa javob berasanlar bu narsaga? To'lqin akadagi beozor odam bo'lmasa kerak. Uyat yo'qmi? Mayli, ani bitta qattiq bir jinoyat qilgan odam bo'lsa hamchi, nima desa bo'ladi? Jamiyat uchun xavfli bo'lgan bir inson bo'lsa ekan, ani pedofil bo'lsa, ani Xorazmda qizlarni zo'rlagandagi adliyada ishlaydigan odamlar bo'lsa, jamiyat uchun xavfli odamlar bu, pedofillar. Yosh bolalarga tajovuz qiladigan, bo'lib ham mehribonlik uyidagi qizlarni zo'rlaganlarga uy qamog'iga beryapsanlar. Bu odam huquqshunos, bu odam insonlarning huquqi bo'yicha kurashadigan odam, yurist odam. Bu odam jamiyat uchun xavfli emas, kerakli odam. Nimaga bu odamni yana raskrutka qildilaring? Ozgina bo'lsa ham uyatlaring bormi? U To'lqin Astanov eshitmagan odam bo'lsa ham mayli, hamma taniydi. Yaxshi inson u. Birovga yomonligi tegmaydigan, foydasi tegsa tegadi, ziyoni tegmaydi. Ikkita narushiyni qilib mana o'tirib chiqqan. Ana undan keyingi nima jinoyat qildi desa, eshitsanglar jinni bo'lib qolasizlar hozir. Sudda sudlanuvchi Astanov To'lqin Tashmurodovich aybiga umuman iqrorlik bildirmasdan o'zini mahkum deb hisoblamasligini, koloniya xodimlari unga mahkumligini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim qilmaganlari sababli koloniya mahkumlarining ichki tartib qoidalari unga taalluqli emas deb o'ylaganini, uning mahkumligini tasdiqlovchi hujjat sudning farmoyishida mavjud emasligini bayon qildi. Endi mana buni qarang, eng qizuv joyiga keldik. Bularni yeb qo'ygan joyini qarang. Bunaqa jinoyat ishlarini sfabrikovni deydi. Ya'ni atay uyushtirilganligini men sizlarga isbotlab beraman hozir, qarang. Sudda guvoh Xolov Jurat Murodillayevich birinchi son JEK boshlig'i yordamchisi, smena boshlig'i lavozimida ishlab kelayotganini, mahkum To'lqin Astanov 02/12/2020-yilda koloniyada jazo muddatini o'tish uchun etap qilib keltirilganini tasavvur qiling. Mana 12-fevralda 2020-yildan beri 4 yil davomida biron marta bu inson intizomiy jazoga kiritilmagan. Sabab tartib buzar bo'lmaganda bu inson, tartib buzar odam ma'lum bo'ladi o'zi, buzib yuraveradi. Aynan chiqishiga 9 oy qolganda kim tartib buzadi? Endi tartib buzganini qarang, tartibni qarang qanaqa buzar ekanlar. Nolbir 11/2024 11 noyabr 2024 yaqinda o'sha o'tgan yili
2024-yil koloniya boshlig'i tomonidan tasdiqlangan kunlik taqsimotga asosan koloniyada smena boshlig'i sifatida xizmatga jalb qilinganligi. Mahkum To'lqin Astanov bir necha marotaba koloniya ichki tartib qoidalarini rioya qilinishi yuzasidan ogohlantirish bo'lishiga qaramasdan bu bitta narsani yozaveradi bular 2-3 marta. Endi asosiy momenti 2024-yilning 26-noyabr kuni soat tongi 06:20 larda ertalabki badan tarbiya mashg'ulotlarida hech kimning ruxsatsiz o'zboshimchalik bilan chiqmasdan, qarang, shu joyga ahamiyat bering. Hech kimning ruxsatsiz o'zboshimchalik bilan chiqmasdan, demak bu odam turkumdan chiqmagan. Turkumning ichida bo'lyapti, bu barakning ichida chiqmasdan turkumda baqir-chaqir qilib boshqa mahkumlarning noroziligiga sababchi bo'lib, endi tasavvur qiling. Buni ayb qo'yishmoqchiki, bu ertalabki badan tarbiyaga chiqmagan demoqchi. Baqir-chaqir qilib yuribdi deyapti. Endi tasavvur qiling. Ertalab badan tarbiyaga chiqmayapti-da, o'zidan o'zi baqir-chaqir qilib barakda yuribdi. Bunaqasi bo'lmaydi. Barakda zavxoz bo'ladi, barakda SPP bo'ladi. Bular odamni qoldirmaydi hech kim. Hech kim qolmaydi. Badan tarbiyaga hamma chiqib ketadi. Endi qarang, yana bitta eng zo'r joyini qarang. Mahkumlarning noroziligi sababchi bo'lib turkum mahkumlarni o'ziga jalb qilganligini, mahkum bilan tartib buzarlik holati yuzasidan tarbiyaviy suhbat o'tkazganda, endi shu joyga ahamiyat beringlar. Turkum mahkumlarni o'ziga jalb qilgan holda qanaqasiga? Demak, ertalabki badan tarbiyaga birorta mahkum chiqmaganmi shunda? Agar hamma mahkumlar chiqib, Astanov To'lqin chiqmagan bo'lsa, unda qaysi mahkumlarni noroziligiga sabab bo'lyapti? Qaysi mahkumlarni noroziligiga sabab bo'lyapti? Ertalabdan avvalambor hamma boradi badan tarbiyaga. Undan ko'ra to'g'risini aytlaring. Undan qarasa uxlab yotgan ekan, atay uyg'otmasdan chiqib ketdik, keyin kelib, "Davay ketdi" deb narushini urib qo'ydi desang, bu haqiqatga to'g'ri bo'ladi. Atay yonidagilar uyg'otmay ketadi. O'sha salla aytgan odamni atay uyg'otishmaydi. U salla ham tayyor eshik tagida turasanlar, o'sha turkum eshigini tagida. Nima bo'lsa ham uxlayapti, bos deydi. Yugurib kirib bosasanlar. Biz zonada ko'rganmiz-ku bunaqa sallani o'yinlarini. Turkumda demak boshqa mahkumlar ham bo'lganda, demak nimaga o'sha boshqa mahkumlarga xuddi Astanov To'lqinga o'xshab narushini urmayapsanlar, hayfsanlarni? Nimaga aynan Astanov To'lqinga ursalar? Chunki Astanov To'lqinning delasi tachkovni. Salla tachkovga qilib qo'ygan sallaki chiqmasin bu degan salla. Tushunsanlar? Chiqarish niyatlaring yo'q. Katta rezonans beradi bunaqa narsalar. Bu haqida kimlardir gapirmas, kimlardir eslamas, lekin bu insonlarni eslaydigan, bu insonlarni haq-huquq uchun kurashadigan tashkilotlar bor. Bizga yetib keldi bu, nima desa bo'ladi? Buni hukmi, ayblov xulosalari boshqa. Bu narsa bo'yicha endi misol uchun inson huquqlari bo'yicha ishlaydigan xalqaro tashkilotlarga topshiriladi. Sallaga agar misol uchun bir ting bo'lsa, Shavkat Mirziyoyev har xil shaharlarga borib, Yevropa davlatlariga, Amerikaga borib, inson huquqlari bo'yicha reytingi ozgina bo'lsa ham ko'taraman deb yugurib yurgani salla uchun bir ting bo'lsa, yoki kimlardir ataymashi reputatsiyani nol qilmoqchi bo'lsa, bemalol. Lekin bu insonni va bunga o'xshagan mazlumlarni, haq huquqi poymol bo'layotgan mazlumlarni, mahkumlarni haq huquqini himoya qiladigan tashkilotlar juda ham ko'p. Ayniqsa O'rta Osiyo bo'yicha, nafaqat O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, hammasi bo'yicha ishlaydigan tashkilotlar bor, insonlar bor. Albatta bu narsalar dokumentatsiya qilinadi, kerakli joylarga yuboriladi. Keyin kimga minus bo'ladi? O'zlaringga minus bo'ladi. O'zlaringga minus bo'ladi. Bu odam bir terrorist emaski, bu odam bir odamxo'r emas, vahshiy emas, bu bir nima deydi, jinoiy uyushmalar tuzib bir nimalar qilmagan, bu pedofil emas, bu kimdir qizini zo'rlab qo'ymagan, 118 emas, 119 emas. Savrashini malaletka yo'q bunda. Bu ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan jinoyat, salla og'ir jinoyat bo'lsa-la, jamiyat uchun xavf tug'diradigan inson emas bu. Shunchaki aqlli inson, o'zini haq huquqini biladigan yurist inson.
qonun qoidani yaxshi biladigan inson. Sallani shu narsa qo'rqitadi. Men shunchaki xalqimizdan iltimos qilaman, kommentariyalarda kimni boshiga yana shunaqa tushgan, 221 bilan raskrutka qilgan yoki nohaq ayblangan, bizga aloqaga chiqinglar, sud hukmlarini jo'natib yuboringlar. Bizi kerakli tashkilotlarga uni albatta jo'natamiz. Albatta bu narsalar haqida bong urish kerak. O'zbekistonda inson huquqlari albatta tiklanish kerak. Shu narsa yo'lida kerak bo'lsa, mana biz yordam beramiz. Qo'ldan kelgancha o'sha tashkilotlarni bilamiz, o'sha tashkilotdagi ishlaydigan odamlarga jo'natib yuboramiz. Befarq bo'lmanglar, azizlarim. Befarq bo'lgandagina, mana misol uchun mana shunaqa insonlarning taqdiriga befarq bo'lsangiz, ularni bundoq qarab turadi. To'lqin aka haqida boshida rosa gapirildi. Internetlarda ham, Facebooklarda ham, YouTubelarda ham ozgina suvida mana raskrutka qilishni boshladi. Yana o'sha eski qatag'onlar boshlanyapti. U narsalarni to'xtatish uchun jamoatchilik fikri muhim. Ya'ni har bitta vatandoshimiz hammamiz birgalashsa kuch bo'lib, esinglardami g'ayrat do'stlik qanaqa olib chiqib olindi suddan? Xuddi shunaqa jamoatchilikni fikri, jamoatchilikni ovozi, jamoatchilikni siyosiy ongi, siyosiy kuchini ko'rsata bilish kerak. Ana o'shanda nohaqliklardan jabr ko'rayotgan insonlarga albatta yordam qilinadi. Xafa bo'lmaysizlar, o'g'alarim, bugun shunda arafa kunda kayfiyatinglarni buzish niyatim yo'q edi, lekin keldi dod deyishgan uchun majbur men o'zim ham ichimdan dod devordim. Shunday inson, men misol ko'p ko'rganman To'lqin Asanov ko'rsatuvlarini. Bu inson haqida jim tursa, ertaga qiyomat kuni javob beramiz. Har bir mo'min musulmon bir-biri uchun bar javob beradi. Kimdir qamalsa, indamay o'tib ketib, "Yo, menga tegmayapti-ku, bo'ldi." Yo'q. Ertaga o'sha senga ham tegadi. Bugun sen befarq bo'lding, ertaga senga keladi o'sha narsa. O'shaning uchun azizlarim, jim bo'lmanglar, fikringizni bildiringlar, ko'proq like bosib tarqatinglar. Bu videolar ko'p joylarga yetib borsin. Biz ham bugun Asanov To'lqin akaning hujjatlarini kerakli tashkilotlarga topshiramiz. Inson huquqlari tashkilotlariga hammasiga kopiya qilib jo'natamiz. Bu insonni biz shunchaki tashab qo'ymaymiz. Assalomu alaykum.